assalomu alaykum Dilshod motor aziz podpischiklari, aziz do'stlar. Mana Dilshod motor do'konida hozir muroylar to'ldi. Xudoga shukr. Endi yig'ishga usmit qilyapti bolalar. Hozir yangi kelgan tovarlarimiz bor. O'shalarni bitta obzor qilib tushuntirib o'taman. Yana yangi kelayotgan tovarlar bor. Xudo xolasa ularni ham bitta obzor qilib tushuntirib ko'rsatib beraman. Bizga podpiskani banglatib bosinglar, like ham banglatib bosinglar. Biz yangilik yaratishda davom etamiz. Qani ketdik. Aziz do'stlar, mana bu yangi kelgan tovarimizni oldin obzor qilganmiz. 6 ta akkumulyatorlik, 6 ta 68 amperlik akkumulyatorlik Mia motor 1800. Buni obzor qilib o'tganmiz oldingi reklamalarımizda. Xo'sh. Bu ham 1 tonnalik, 180 ga 130, 1 tonnalik elektromuroyimiz. Mia motor 1800 gruzovoy. Hozir hamma muroyimizga gruzovoy qildiryapmiz. Sababi mana motori miyasi gruzovoy. 6 ta 68, 6 dona 68 amperlik. Komplektida zapaska baloni bor, kaskasi bor, damkrati bor, balon ключи bor va jileti bor. Skylmax 8-pozitsiyasida xuddi shu narsalar bor. Ana endi keyingi muroyimiz ko'rsatamiz. Buni narxi 15 million so'm. Kreditga va naqdga beriladi. Bo'lib berishga yo qarzga unaqa narsalar yo'q bizda. Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik shu narsani yozadi. To'lka faqat naqd va kredit beradi. Kredit mahallada hokim yordamchisi bor. O'sha hokim yordamchisi orqali olasizlar. U bizga taalluqli emas, biz hech narsani bilmaymiz. Buni qanday beradi, nima qiladi, ular o'zi tushuntirib, o'zi yo'llanma beradi. Bizga tavsiyanoma kelib bersa bo'ldi. Mahalladagi hokim yordamchisi orqali olasizlar. Borsangizlar o'zi tushuntiradi. Kreditga chiqadi bemalol, faqat naqd bilan kredit. Qarzga bo'lib berishga yo'q. Keyingi tovarimiz yangi kelgan. Bu ham Skylmax zavodi. Nomini o'zgartirdik. Power. Arzonroq variant so'raganlar uchun arzonroq variantini ham olib keldik. Arzon variantini qanday tushuntirsam ekan sizlarga. Sifat Mia motor bir xil, faqat komplektida buni zapaskasi bor va mana bu oynasi bor. Tamom. Boshqa hech narsasi yo'q. Shunga e'tiborli bo'linglar. Kelib bu yoqda u narsasi bunda bor degan gaplar kerak emas. Aynan mana shu narsada komplekt faqat zapaska bor. Power. Buni ikki xil rangi bor. Mokri asfalt va ko'k rangi bor. Xo'sh, bularni 3 xil rangi bor. Mana bunaqa dark blue, qorasi ham bor, mana qora. Mana bu qorasi va ko'k rangi bor. Skylmax 8-pozitsiyada 3 xil rang. Powerda to'lka bir xil rang. 2 xil rang. Ko'k bilan mokri asfalt. Hozir bittasini ochib obzor qilib beramiz. Muroyini sal oldinroq olish kerak. Xo'sh, oldi ko'rinishlari Skylmax 8-7-pozitsiyasiga o'xshaydi. Xuddi shunday qildirdik, faqat mana bunaqa dababka qildirdik, chiroyli chiqish uchun. Bunda ham mana bemalol o'tiradigan joylari bor. Ana endi Mia motor, mana Mia motor ham 1800, mana 1800 Mia motor, 4 ta mazada, 4 ta resor. Balonlari 512, 6 dona 58 amperlik akkumulyator qo'yilgan. 6 dona 58 amperlik. Arzonligi sababi o'sha akkumulyatorida va komplektida ko'p narsasi yo'qligi uchun arzonroq chiqadi. Shuning uchun arzon varianti. Powerda faqat zapaska baloni bor, oynasi bilan mana bu. O'z oynasi turadi endi bunda. Faqat zapaskasi bor va zaryadniki bor. Boshqa komplekt yo'q. Xo'sh. Faralari ham boshqacha fara qildirdik. Mana parodiklari ham, faralari ham ikkita va yo'q, tepada ham yonadi, pastda ham yonadi. Xo'sh, mana bu tablosi hamma tomonlama sifatli qilingan oynalar, katta oynadan qo'ydik mana bunaqa.
oynasi kattadan. Narxi buni 13 million so'm. Bu ham kredit, naqd bunda ham bor. Xo'sh, undan keyingi muroyimiz xuddi shu zavod bu ham, bittasi, hammasi bitta zavoddan chiqadi. Bu Avenus firmasidan. Bunda ham hozir hamma narsasini ko'rsatib o'taman. Xuddi Skalmax bilan bir xil, 7-partiyasi bilan bir xil, faqat yonida unaqasi qo'yilgan. Bunda ham ikki xil rang bor, qora bilan mokr asfalt bor. Bunda qora bilan mokr asfalt ikki xil rangi bor. Buni akkumulyatori 70 amperlik, Mia motor 1800 bunda ham. AH 70 amperlik akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Mia motor грузовой, hammasi bir xil bilan motor miyasi. Hamma joy tuzilish bo'lsa, bunga ham mana bemalol uchishi sig'adi. Bunda ham skameykasi bor, mana ko'rishingiz mumkin. Avenus firmasi bu. Avenus firmasi, akkumulyatori 6 ta 70 amperlik, Mia motor 1800. Xo'sh, buni narxi 14 million so'm. Komplektini aytaman endi. Avenusda faqat qaranglar. Zapaska baloni bor, kaskasi bor, damkrat, balon ключ va yomg'irda kiyadigan jinaqasi bor, ana bu plyaj dedi. Plaji bor, yomg'irda kiyadigan plaji bor. Shu narsalar komplekt bor Avenus firmasida. Xo'sh, mana tovarlarimiz to'lgan, kelaversa bemalol Dilshod Motoga. Har xil assortiment bor. Assortiment ko'paydi. Xudo xolasa yana ikki xil variantimiz kelyapti. Skalmax 7-pozitsiyasini baland borti kelyapti. Borti balandi bor. Yana yangi modellarimiz kelyapti. Xudo xolasa kelsa, ularni ham bitta obzor qilib tushuntirib berib o'taman. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin Dilshod Moto do'konimizda tovarlar serob, bemalol kelaverasizlar. Mana bu Dacior firmasi 2 metrlik, borti 2 ga 1.35, akkumulyatori 58 turibdi. Bunda ham 6 dona. Narxi 14,5 million so'm. Bunda komplekt hech narsasi yo'q. Komplekt hech narsasi yo'q. Mia motor 1800, 1,5 tonnacha yuk tortadi bu. Xo'sh, mana bu kabinamiz. Oldin obzor qilganman buni ham, kanalimizda bor. Endi tushuntirib o'taman. 6 dona 70 amperlik, 75 amperlik akkumulyator turibdi. Mia motori 1800. Xo'sh, 1 tonnalik mana ichki tuzilishi. Mana понижний, ручной, скорость роста hammasi yonida. Baquvvat 3 ta balon ham 512. 3 ta balon ham 512. Komplektida buni zapaska balon, damkrat, balon ключи bor. Xo'sh, mana bu Kavolo firmasidan buni ham obzor qilganman. Oldi balon 4,5, orqa balon 5,2, akkumulyatori 6 dona 68 amperlik, Mia motor 1800. Ikkalasidan bir dona qo'ygan. Kelaverasizlar mana. Buni ruchnoy trosi bilan skorosi oldinga, понижний trosi eshik yoniga, ya'ni chopar biqa yoniga turadi. Xo'sh, bu labolarimizni obzor qilganman. Bor ular. Hamma narsamiz bor, kelaverasizlar bemalol Dilshod Motoga. Yuklarimiz serob, hammasidan kelgan. Dolasi yangi tovarlarimiz kelyapti, yana bitta obzor qilamiz. Dilshod Moto do'konimizda. Mana stop, orqa stoplari ham mana bunaqa bu yoqqa yonib o'chadi. Bularni o'zgartirganmiz. Uchalasiga 3 xil stop. Bularga dumaloq. Bunga mana bunaqa to'rtburchak. Hammasiga har xil qildirganmiz, sababi har xil yonisin, ko'rsangiz har kimga har xil ma'qul bo'ladi. Hammasi diodlik mana. Bu lampochka emas, diod. LED farali deydimi, diod deydimi, nima deydi? O'sha LED faralik stop faralar qo'yilgan. Faralar ham zo'r yoritadi hammasini. Dilshod Moto do'konimizga kelaverasizlar. Narxlar arzonlashgan. Xudo xolasa yana yangi tovarlarimiz kelsa, ularni ham tez kunlarda YouTube kanalimizga joylaymiz, obzor qilamiz. Hozircha bor yangiligimiz shu. Hamma yana men Dilshod bo'ldim. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad.
Shopurda yurgan yurtdoshlarimiz ishlariga omad tilaymiz. Tanjalar sog' bo'lsin, ular uzoq bo'lsin. Yurtimizga inson omon qaytib kelishini nasib aylasin. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.